بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramazon munosabati bilan davom etayotgan savol-javoblarimizni boshlaymiz. Savol: saharlik qilib bo'lgandan so'ng, masalan ertalab yoki bomdoddan so'ng tish pastasi va cho'tkasi bilan tish tozalasa bo'ladimi degan savol. Oldingi suhbatlarimizda misvokni ishlatish haqida savol bo'lgan edi. Misvokni qo'l ham, quruq ham, peshingacha ham, peshindan keyin ham ishlatsa bo'lishligi haqida aytgan edik. Bu savol tish pastasi va tish cho'tkasini ishlatsa bo'ladimi? Shu bilan tishni tozalasa ro'zaga ta'siri yo'qmi degan savol ekan. Og'izlarni suv bilan, misvok bilan, tish cho'tkalari bilan ro'zador holda tozalashlik mumkin. Misvok ishlatishni ba'zi ulamolar peshindan so'ng ma'qul ko'rmagan bo'lsalarda, ammo misvok haqidagi umumiy dalillarga suyanib, uni ishlatishni joiz deyiladi. Misvok og'izning hidini yo'qotmaydi, balki ularni xushbo'y qiladi va taom qoldiqlarini tozalaydi. Ammo tish pastasiga keladigan bo'lsak, tish pastasini hidi va ta'mi bor. Kimyoviy narsalar qo'shilganligi uchun unda xushbo'y hidlar va ta'm bor. Ta'mni sezish, totib ko'rish bil ittifoq makruh. Bir misol ovqat bo'lsin yoki bir boshqa narsa bo'lsin, shuni ta'mini tatib ko'rishlik bilamiz ro'zada makruh. Shu jihatdan tish pastasini ta'mi borligi uchun uni tatib ko'rishlik, ya'ni og'izga olishlik bu makruh. Shu bilan birga uni saharlikdan so'ng ishlatmaslikning iloji bo'lmasa, misol uchun ehtiyotini qilib, undan hech narsani yutib yubormasdan turib ishlatsa bo'ladi. Zero mazhab kitoblarida uzr bo'lgan paytda, misol uchun bir ayolning erini xulqi yomon bo'lsa, xotini ovqatni ta'mini ko'rishligi, ovqatni sho'r qilding yoki tuzini kam qilding deb urush janjal chiqaradigan bo'lsa, ayoli bundan zarar ko'radigan bo'lsa, mana shunday holatlarda shu ayol kishi ovqatni ta'mini tatib ko'rishligi yoki bozorda olayotgan narsani ta'mini bilishlik joiz deyiladi. Bir narsa sotib olyapsiz, shu ta'mi qanaqa ekan, shuni bir tatib ko'rib, undan keyin supurib tashlab, shu narsani sotib olsa joiz deyiladi. Agar tishni misvok qilayotganda yoki tish pastasi bilan yuvayotganda milklar qonab ketsa, ro'za ochilmaydi. Demak, tish pastasi haqidagi savolning javobi mana shunday bo'ladi. Tish pastasini imkon qadar ishlatmagan yaxshi. Agar iloji bo'lmasa, uni ishlatsa bo'ladi. Faqatgina yuqoridagi shartlar. Uni ichkariga yutib yubormaslik kerak va shu orqali tishlar qonab ketadigan bo'lsa, ichkariga ketmasa, bu bilan ro'za buzilmaydi. Keyingi savol: ro'zador odam yuzni parvarishlash maqsadida yuziga krem surtsa bo'ladimi? Buni ro'zaga zarari yo'qmi degan savol ekan. Haqiqatda bu ham dolzarb savol, chunki ro'za tutgan odam bilamiz, suv ichmaganligi uchun undan suv qochadida yuzlari, lablari yorilib ketishligi mumkin. Mana shunday odamlar krem surtib, terilarini namlantirib turishligi yoki parvarish qilsa bo'ladimi degan savol ekan. Ro'zador odamning yuziga krem surtishligi joiz. Buni ro'zaga hech qanday zarari yo'q. Chunki u badanning ustidan suriladi, ichga kirmaydi. Ro'za esa ichga kirgan narsalardan buziladi. Agar badandan so'rilsa ham odatdagi joylardan kirmaganligi uchun ro'zani ochmaydi. Albatta, faqatgina og'izdan, burundan, quloqdan yoki orqa o'rinlardan ichkariga narsa kiradi deb bo'lmaydi. Albatta bu joylardan kiradi ichkariga, lekin teridagi teshiklar orqali ham ichkariga nima qilinadi? Narsalar kiradi. Namlik kirishi mumkin, krem kirishi mumkin, yog'lar. Shuning uchun og'riqni qoldiradigan, davolaydigan kremlar, ya'ni dorivor kremlar terining ustki qismidan nima qilinadi? Surtiladi, ichkariga so'rilib, og'riq kamayadi yoki davolanadi. Bu narsa o'sha terida ishlatilgan narsalarning ichkariga so'rilishligini isboti bo'ladi. Shuning uchun agar savol aytsaki, bu baribir teridan shimladi, ichkariga kiradi-ku,
turgan narsa ro'zani buzadi deydigan bo'lsa, yo'q. Bu odatdagi joylardan kirmaganligi uchun, odatdagi deb og'iz, burun, o'sha ko'z yoki orqa o'sha kiradigan joylardan kirmaganligi uchun, agarchi teridan so'rilib ketadigan bo'lsa ham, buni ro'zaga hech qanday zarari yo'q. Keyingi savol: ro'zada qon oldirsa bo'ladimi yoki zuluk qo'ydirsa bo'ladimi degan savol. Qon oldirish bilamiz ikki xil bo'ladi. Tomirdan shpris orqali tortib qon olinadi va teri ostidan qon olinadi. Ya'ni hijomalini yengilgina terini ustki qavati kesilib, mana shundan qon olinadi. Va yana bir uchinchi holati, uchinchi ko'rinish ham borki, u zuluk orqali qon olish. Zuluk o'sha tomirlarni topib, qayerda o'sha kasallangan qonlar bo'lsa, mana shu qonlarni nima qiladi? Zuluk tortib oladi. Va zulukni vaqtdan oldin olib qo'yadigan bo'lsa, shuni qoni to'xtashligi qiyin bo'ladi. Mutaxassislar aytishadiki, o'sha qon tomirlarini, kapillyarlarni og'zidan tishlaganligi uchun qonni buloqchalari ochilib qoladi-da, qon oqishligi to'xtashi qiyin bo'ladi deydilar. Demak, bu savolda qon olishning 3 ta turini ham o'z ichiga qamrab oladi. Teri ostidan bo'lsin, hajoma qilib, yoki nimadan, tomirlardan bo'lsin, yana tomirlardan yoki zuluk orqali qon olish. Shunday bo'lsa, ro'zaga ta'siri bormi, yo'qmi? Ro'zada qon oldirishda Hanbali mazhabidagilar va ko'pgina ahli hadislar ro'zani buzadi deganlar. Bizning mazhabda emas, Hanbali mazhabida va ahli hadislarning ko'plari ro'zani buzadi degan. Ularning dalillari shuki, Ramazonda qon oldirish uchun kelgan odamga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aftaral hajmu val mahjumu dedilar. Ya'ni qon oldirgan kishi ham, qon oluvchi kishi ham, ikkalasini ham ro'zasi ochiladi deganlar. Ya'ni hijomachini ham, qon oldiradigan odamni ham, ikkalasini ham ro'zasi ochiladi degan hadislari bor. Buni Imom Ahmad, Imom Termiziy, Abu Dovud, Nasoiy va Ibn Majah rivoyat qilganlar. Kitoblarda bor. Shunga ko'ra, ro'zada qon oldirishlik ro'zani buzadi deganlar. Aslida bu hadis shariflar mansux bo'lgan. Mansux degani amaldan qolgan, bekor bo'lgan degani. Chunki shariatda nosix va mansux degan narsa bor. Bir hukm vaqtincha ishlab turadi. Muddat o'tgandan keyin u hukmga hojat qolmaydi-da va u hukm bekor bo'ladi. Misol uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlarida insonlarni ongida, tushunchasida islom hali yaxshi o'rnashmagan edi. Insonlar toshlarga, butlarga ibodat qilishar edi. Ana shunday vaqtlarda payg'ambar alayhissalom qabrlarni ziyorat qilishdan qaytardilar. Chunki bu yerga borganda yana oldingi holatlarda kelib chiqib ba'zi bir shirk amallarni qilib qo'yishlik xavfi borligi uchun qabrlarni ziyorat qilishdan qaytardilar. Va vaqtlar o'tgandan keyin odamlarning ongida islom shakllanib bo'lgandan keyin, qaror topgandan keyin oldin sizlarni nima qiluvdim? Men qabrlarni ziyoratidan qaytargan edim, endi ziyorat